Imom al-Buxoriy majmuasi ochildi. Rosa ham borgim kelyapti. Bilaman, siz ham borgingiz kelyapti. Kelinglar bugun Toshkentdan Samarqandga Imom al-Buxoriy majmuasiga borib kelish qancha sarf xarajatga tushadi, qancha vaqtingiz ketadi, qanaqa qiyinchiliklar sizni kutib turibdi, birga ko'rib chiqamiz. Bunda bizga BYD Yuan-Up gibrid modeli yordam beradi. Bahonada bu modelni uzoq masofaga yonilg'i sarfini ham hisoblashga bizda imkoniyat bo'ladi. Agar sizda ham Imom al-Buxoriy majmuasiga borish istagi bo'lsa yoki de BYD Yuan-Up uzoq masofaga yonilg'i sarfi qiziqtirayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Qulay joylashib oling. Men Farruh Niyazaliyev va siz bilan Chambarak kanali. Biz bir boshdan boshladik. Safarga otlanishdan oldin albatta birinchi yonilg'ini to'ldirib olamiz. Bu safar noodatiy sinov bo'lgani uchun benzinni to'lib toshib ketgunicha qo'yishga majburmiz. Aynan hozir bizlarga qancha benzin ketgani muhim emas. Asosiy muhim joyi mashinani to'lib toshguncha benzin quysak bo'ldi. 95 benzin quyamiz. Mana ham ko'rasizlarmi? To'ldi-yu. To'lgandan keyin yana 10 soniya buni chayqatib turamiz. Sababi yana qo'shimchasiga benzin ketadi. Son to'g'ri chiqish uchun bu muhim narsa. Sizlarga aniq sonni ko'rsatib berishim kerak. Mana aka, ko'ryapsizmi? Boshqa benzin ketmaydi. Hech kimda shubha uyg'onmasligi uchun sinov so'ngigacha bakimizni muhrlab qo'yamiz. Ya'ni bu ochilmasligi kerak. Yonilg'i masalasini yechib oldik. Endi avtomobil sozlamalarini to'g'rilab olamiz. G'ildiraklar havo bosimi 240, batareya quvvati 100%, yonilg'i baki to'la. Trip A, ya'ni yurilgan masofani biz 0 kilometrga yengilab olamiz. Komfortniy parkovkani o'chirib qo'yamiz. Energiya bo'limiga o'tib, COC ni 25% ga sozlab, avtoga o'tkazamiz. Rekuperatsiyani standart rejimda qoldiramiz. Konditsioner sozlamalarini 24 gradusga faqat oyna va yuzga qaratamiz. Tashqi resirkulyatsiyani yopib qo'yamiz. Energiya sarf xarajatlarini zbros qilib 0 ga tushirib olamiz. Sizga tekin tayyor lifehack. Agar xuddi shunaqa sozlama bilan harakatlansangiz, sizning ham mashinangiz juda ham kam benzin sarf qiladi. Toshkentdan chiqib ketyapmiz, Sobirahim postidan. Biz soat 3:30 da yetib borar ekanmiz va yo'limizni 4 soat 40 minut beryapti, 300 kilometr. Hozir shahardan chiqqunimizcha 30 kilometr yo'l bosib o'tdik va batareyamiz 74% ga tushibdi. Hali benzin ishlatganimiz yo'q. Sirdaryoga kirib keldik, men to'xtadim. Sababi mana bu narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shahardan chiqqanimizdan beri faqat to'kda kelyotdim. Ya'ni 100% dan 25% gacha qancha yurarkan menga qiziq bo'lgan edi. Chunki 25% da bu gibrid rejimiga o'tadi avtomatik ravishda. Hozir 25% bo'lganida 93 kilometr bosib o'tibmiz. Buni ichida 30 kilometr ehtimol shaharda yurdik. Undan tashqari mana hozir Sirdaryoga kirib kelganmiz. Yomg'irli havoda, tekis yo'lda rekuperatsiya ishlatmasdan, ya'ni meni tushunadi, gibrid haydaydiganlar tekis yo'l trassada tormoz bosmaganingiz hisobiga rekuperatsiya ishlamaydi va o'zini o'zi qayta zaryad qilish imkoniyati yo'q. Faqat tokda kelganimiz o'zida 75% da 93 kilometr yurdik. Bu 110 kilometr bergan. Ya'ni yana qolgan 25% ishlatadigan bo'lsak, bemalol yurib berishiga men amin bo'ldim. Xohlagan mashinangizni test drive qilib, hadovoy qismini tekshirmoqchi bo'lsanglar, Sardoba yo'llaridan yuringlar. Bu yo'ldan har kuni qatnaydigan akalarim meni tushunib turibdi. Bu mashinani hadovoy qismini men tekshirganimda menga yoqdi-da. Ayrim paytlari meni chempion gibrid mashinamdan yumshoqroq tuyuldi. Balki men o'zim mashinamning hadovoy qismini уже 1 yil ichida o'ldirib ham qo'ygandirman. Kecha haydab ko'rganimda xuddi ani dang'ir-dung'ir mashina haydagandek his qildim o'zimni. Bunga ancha o'rganib qolman. Test drive qilib, haqiqatan yoki mashina haydayotganlar bo'lsa, oramizda izohda yozib qoldiringlar. Adashyapmanmi, yo'qmi? Bugun safarga biz 2 kishi otlanganmiz, ya'ni men va Farhod. Umumiy hisobda oladigan bo'lsak, vaznimiz 200 kilogrammni tashkil qilsa kerak. Ortiqcha yuk yo'q mashinada. Bugun yonilg'i sarfini test drive qilamiz-ku. Yonilg'i sarfi hammada har xil chiqadi. Bunga bir nechta omillar bor, hozir sanab beraman bitta-bittalab. Birinchisi haydash dinamikasi. Hammada har xil bo'ladi. Masalan, men keskin tezlanib, keskin to'xtamaslikka harakat qilaman.
bu mashinani yonilg'i sarfini ancha kamayishiga yordam beradi. Ikkinchisi, g'ildiraklardagi havo bosimi. Agar siz haddan tashqari baland qilib yuborsangiz, mashinani qattiqligi ortib boradi, lekin yonilg'i sarfi kamayadi. Komfort ham yo'qoladi. Agar pastroq qilsangiz, komfortni his qilasiz, ko'proq komfort bo'ladi, lekin yonilg'i sarfi ko'tarilishi mumkin. O'shaning uchun siz o'zingiz tanlashingiz kerak, qaysi biri sizga muhim? Komfort yoki sarf qilish. Lekin eslatib o'taman, haddan tashqari baland yoki past qilib yuborishingiz g'ildiragingizni umrini qisqartiradi. Keyingisi tashqi havo harorati. Bu EV va gibrid mashinalar uchun juda ham muhim. Nafaqat bular uchun, balki ichki yonuv dvigatellari uchun ham bu yonilg'i sarfiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Masalan, bugungi sinovimizda tashqi harorat 13 gradus tashkil qiladi. Bu ideal haroratga yaqinroq deb hisoblayman. To'rtinchisi ob-havo sharoiti. Ya'ni agar siz sinov paytida yomg'irli havoda, qorli havoda yoki shamolda harakatlansangiz, bu ham yonilg'i sarfini hisoblashingizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Lekin bizani bugungi sinovimizga yomg'ir to'g'ri kelib qopti. Toshkentdan harakat boshlaganimizdan beri hali yomg'ir tingani yo'q. Endi bilmadim, test sinov natijasi qanaqa bo'lar ekan, menga ham qiziq bo'ldi. Va oxirgisi, 5-inchisi bu yo'l tekisligi. Ya'ni tushuntiraman, agar siz test sinov davomida juda ham tepaga ko'tarilsangiz yoki juda ham pastga tushsangiz, ya'ni o'sha yonilg'i sarfini noto'g'ri hisoblashingiz mumkin. O'shaning uchun bugungi sinov uchun biz shu yo'nalishni olganmiz, ya'ni Toshkent-Samarqand yo'nalishi. O'zbekiston hududi ichida sinov uchun eng ideal masofa marshrut deb bilaman, chunki maksimalni tekstdan tashkil topgan. Agar men yana qanaqadir omilni esdan chiqargan bo'lsam, iltimos izohlarda yozib ketinglar. Men ham o'rganib olaman, boshqa kuzatuvchilar ham bilib olishadi. Yuvanab gibrid rasmiy 100 kilometrga 3,1 litr benzin sarf qiladi deb aytgan. Bu laboratoriya sinovlari natijasida kelib chiqqan son. Ya'ni biz biladigan CLTC, NEDC barchasi o'sha yarim soat, 1 soat mashinani stendga qo'yib, har xil yuklamalarda tekshirishadi va sredniy rasxodlarni chiqarib berishadi. Real hayotda u farq qilishi mumkin. Shu maqsadda bugun test qilyapmiz va bu mashina 100 kilometrga 3,1 litr rasxod qilsa, to'liq tok va to'liq bak yonilg'i bilan 1100 kilometr yurib beradi deyishgan. Endi bugun bizning sinovimizda 1100 kilometr yurish imkoniyati bo'lmasa kerak albatta. Biz bu mashinani trassada uzoq masofaga o'rtacha 100 kilometrga qancha litr benzin sarf qilayotganini sinab ko'ramiz. Ya'ni umumiy yurgan masofamizni ketkizgan benzin litrimizga bo'lib sredniy rasxod chiqib keladi. Buni hamma biladi. Xuddi shu narsani bugun sinab ko'ramiz. Lekin bitta narsani e'tiborga olishinglarni so'rab qolardim. Biza bugun faqat trassada, ya'ni uzoq yo'lda harakat qilyapmiz. Bu degani, meni hozir gaplarimni gibrid haydaydigan akalar juda ham yaxshi tushunib turishibdi. Mashina, gibrid mashinasi trassada benzin sarfi ko'payadi. Sababi tormoz bosilmagandan keyin rekuperatsiya tizimi ishlamaydi. Ya'ni o'zini o'zi qayta zaryadlash tizimi ishlamagandan keyin rasxod ko'payadi. Shuning uchun bugungi sinov natijasini yakuniy deb qabul qilmasligingizni so'rayman, chunki bu sinov trassada bo'lyapti, shaharda emas. Yana bundan tashqari, men xuddi shu sinovni shaharda ham qaytarmoqchiman. Ya'ni shahar siklida bu mashina 100 kilometrga realniy qancha litr benzin sarf qiladi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, izohlarda yozib ketsanglar yoki like bosib ketsanglar, motivatsiyani berib, tez kunlarda u videoni ham joylaymiz. Sinovimizning boshida bu mashinani faqat elektr rejimda haydadim, ya'ni 100% dan 25% gacha qancha kilometr yurar ekan deb. 93 kilometr yurib berdi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, 110 deyilgan-ku, nimaga yurmadi deb. Bu hamma tok ishlatmadi, ya'ni 25% qoldi. Hali mana 25% turibdi. Aytishingiz mumkin, bo'ldi 25% dan kam ishlata olmaymiz-ku deydigan bo'lsangiz, xato bo'ladi. Chunki buni ikkita yechimi bor. Siz gibrid rejimiga o'tganingizda benzin bilan aralash siklda yurasiz, gibrid rejimida, va benziningiz to'liq tugagandan keyin bu yana
EV rejimga o'tib, qolgan 25% ishlatadi. Agar siz benzin ishlatgisi kelmasa, hammasini bittada ishlataman desangiz, unga ham yechim bor. Ya'ni mana shu EV, HEV tugmasini, jismoniy tugmasini 5 sekund bosib tursangiz, ko'k rangda EV yozuvi tabloda chiqadi. Bu degani siz mashinani majburiy dvigatelini o'chirib, faqat tokda harakatlanasiz degani. O'sha rejimda siz qolgan 25% dan foydalansangiz bo'ladi. O'shanda qolgan 25% ga yana 25 km yurib bergan taqdirda ham 93 ga qo'shsangiz 110 km dan ham ko'payib ketyapti. Demak, trassada rekuperatsiyasiz bu mashinani faqat EV rejimida haydab, bemalol 110 km dan ko'p yura olasiz. Endi bosib haydamasangiz albatta. Qanaqa tezlikda harakatlanyapsizlar deb savol beradiganlar uchun faqat chegaralangan tezlik bo'yicha harakatlanyapmiz. Ya'ni 60 tezlik bo'ladigan joyda 60, 80 joyda 80, 100 bo'ladigan joyda 100 harakatlanyapmiz. Undan tez harakatlanmayapmiz. O'sha chegaralangan tezlik bo'yicha. Samarqandga yo'l yo'lovchisi Perivalda Jizzax somsani yemasdan o'tib ketmaydi. 337 km yo'l bosib, Imom al-Buxoriy majmuasiga ham yetib keldik. Monitordagi ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, umumiy 12.9 litr benzin sarf qilamiz va o'rtacha hisobda 100 kilometrga 3.9 litrdan to'g'ri kelibdi. Endi aniq sarf bo'lgan yonilg'ini Toshkentga qaytgandan keyin yana bakimizni to'liq zapravka qilgandan keyin bilib olamiz. Shunaqa muqaddas qadam joylarga hoji otamni, hoji onamni mashinaga o'tkazib olib, ziyoratga olib kelsangiz, kunlar salqin paytda isib ketmasidan, shabada yomg'ir tomchilab turibdi, keyin armon bo'lib qolmasin. 2015-yil Indoneziyaga xizmat safariga 2 oyga borganman va Indoneziyada turadigan meni hamkasbim meni Imom al-Buxoriyni hamyurtligim uchungina meni bir hafta mehmon qilib sovg'a bilan siylagan. Ya'ni o'zining nomidan, do'stlarining nomidan. Faqat Imom al-Buxoriyni yurtida to'lganim uchungina. O'sha payt o'zimdan o'zim shunaqa uyalganman, chunki men shu paytga kelib Imom al-Buxoriyni ziyorat ham qilmagan edim. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Hech qachon kech emas. 657 km yurib va nihoyat Toshkentga yetib keldik. Mashina yana 511 km yurib beraman deyapti. Agar monitordagi ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, 27.3 litr umumiy hisobda yonilg'i sarf qildim va o'rtacha yonilg'i 100 km ga 4 litrdan sarf bo'ldi degan ma'lumotni beryapti. Endi haqiqatdan shunaqami? Benzinni yana to'liq quyganda bilamiz. Endi muhrimizni olib tashlaymiz, chunki biz zapravka qilishimiz kerak. Yana o'sha zapravkadan yana o'sha 95 qo'yamiz, chunki o'lchamlar bir xil chiqish uchun bir xil zapravkadan foydalanishni niyat qilganmiz. To'lgunicha benzin quyganimizdan keyin yana buni chayqatib ko'ramiz. Chunki chayqatganingizda ham yana ancha-muncha benzin ketadi-da. Haqqoniy bo'lish uchun. Benzin to'ldi, boshqa uchi ketmayapti. To'ldirib quyganimizda 29.67 litr ketdi. Bu bizga 462 ming so'm, 852 so'mga to'g'ri keldi. Imom al-Buxoriyga borib kelishga 462 ming. Ko'rganingizdek, Toshkentdan Imom al-Buxoriyga borib kelishga bizda bir kun vaqtimiz ketdi va 657 km yo'l bosib o'tdik. Bunga biz 29 litr benzin sarf qilgan bo'lsak, bu bizga 462 ming so'mga aylandi. O'rta hisobda hisoblaydigan bo'lsak, 100 km ga 4,5 litr benzin sarf qilamiz. Trassa sharoitida gibrid avtomobil uchun faqat yomg'irda harakatlanganda bu yomon natija emas deb o'ylayman. Lekin men bu test sinovini yana bir marta qilmoqchiman. 3 ta variant bor. Yokida faqat shaharda harakatlanamiz, yokida Farg'onaga Perival orqali chiqib kelamiz, yokida Nukusga eng uzoq nuqtaga bitta zapravka bilan yetib olishga harakat qilamiz. Agar sizga mana shu 3 ta variantdan qaysi biri qiziq bo'lsa, izohlarda yozib ketsangiz, xuddi shu tajribani yana bir bor qilishga harakat qilib ko'raman.